Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu savol, ya'ni namoz qazo bo'lib qolsa, bomdodmi yoki boshqa namozmi farqi yo'q, qanaqa namoz bo'lishligidan qat'iy nazar. Hop. Yoki izidan chiqib qolsa insonni namozni o'qidim deb o'ylab yuraveradi, keyin bir payt esiga kelib qoladi, o'qimagan, unda namoz vaqti chiqib ketgan bo'ladi, masalan. Shunaqa holatlar bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bor bunda, ochiq hadis. Bunda ixtilof yo'q shuning uchun. Hadis, sahih hadis. Bu muttafaq alayh hadis, ya'ni hech kim bunda ixtilof qilmagan. Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha fa innahu laysa laha waqtun illa zak. Kim agar namozdan uxlab qolsa yoki unutib qo'ysa, iziga kelgan zahoti o'qsin yoki ya'ni turgan zahoti o'qsin. Chunki bu insonga shundan boshqa vaqti yo'q endi. Ya'ni esiga kelgan yoki uyg'onib qolgan vaqtidan so'raladi odam. Ana shu uning namozning vaqti. Fa innahu laysa laha vaqtun illa zak deganliklar ana shu. Bu namozga ana shu vaqtgina vaqt bo'ladi endi. Boshqa vaqt emas. Endi o'sha vaqtdan kechiktirsa, unda u inson o'sha vaqtdan kechiktirganligida namozni endi qazo qildi deyiladi. Keyin gunohkor bo'ladi. Shunchaki uxlab qolganligida agar sabablarni qilib uyg'otadigan odamni qilib yoki uyg'otadigan bir jihozni qo'yib hozirgi kunda shunaqa qilib uxlagan bo'lsa, shunga qaramasdan uxlab qolgan bo'lsa, keyin bunda uxlab qolganligiga gunoh yo'q u odamni. Lekin o'sha turgan zahoti kechiktirganligidan so'ralinadi keyin. Chunki bu hodisa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarida sodir bo'ldi. Rasululloh bilan sahobalar bir kun sayr qilib ketayotgan paytlarida kechasini ancha qismini yurib qo'yib, keyin bomdodga ozgina muddat qolganda bu joyga to'xtab dam olamiz dedilar. Qissa mashhur. Bilol roziyallohu anhuni uyg'otgan deb qo'yganlar. Bilol roziyallohu anhu ham uxlab qoladilar, hamma uxlab qoladi. Fala ayqozana illa harri shams deyishgan. Quyoshda sig'i uyg'otdi bizni. Ya'ni quyosh chiqib bo'lgandi o'zi. Keyin Rasululloh sallam birinchi Abu Bakr turdi, Umar turdi, keyin Rasululloh turdilar. Keyin o'sha joydan boshqa joyga borib, o'sha yerda bomdodni azonini aytib, sunnati bilan qazosini o'qidilar. O joydan boshqa joyga borganliklarining sababi unda aytganlar, innaha mawdi'un hadarahu shayatin deganlar. Bu joyga shaytonlar hozir bo'libdi deganlar. Ya'ni shaytonlar hozir bo'lganligi uchun turinglar bu yerdan endi turib sallariga borib o'qiymiz namozni deganlar. Shuning uchun ham bir inson shu uxlab qolsa namozga uxlab qolgan joyida emas, turib sallarida shu namozni o'qigani yaxshi bo'ladi. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz vaqtini kechiktirmagan, turgan zahoti o'qiyaptilar. Faqat endi bu turgan zahoti o'qish deganda, albatta masalan tahoratga, hojatga, g'usl bo'lsa g'uslga ketadigan vaqtlar istisno qilinadi. Chunki mana Rasululloh ham hozir o'zlari tahorat qilganlar, sahobalar tahorat qilgan, kutganlar, u vaqtlar istisno qilinadi. Ya'ni bu vaqtlar ketishligi, u vaqtni o'tkazish deyilmaydi. O'sha muddat ichida tahorat qilib hamma yoki g'usl qilish kerak bo'lsa g'usl qilib namoz o'qiyverishadi. Bunga yana bir hadis bor. Safvan ibn Mu'attil roziyallohu anhu haqlarida Safvan roziyallohu anhu Rasulullohga shunaqa deydilar: "Men bomdod namozini gohida o'qolmay qolaman, quyosh chiqqandagina turaman. Shunda nima qilay deganlarida Rasululloh sallam uyg'ongan zahoting namozni o'qi" deydilar. Bu ham sahih hadis inshaalloh. Bunda ixtilof yo'q. Ixtilof bor deb kim aytgan bilmadim. Chunki hadis ochiq, sahih hadis yuqoridagi. Allohu a'lam.